Hurmatli Prezidentimizning hozirgi siyosatlari tadbirkor va albatta tadbirkor mana salkam 10 yil davomida sizlarni qo'llab-quvvatlash, sizlarga shart-sharoit yaratib berish, soliq organlari tomonidan sizlarga ko'mak, sizlarga yordam, navbatdagi uchrashuv. Avtokameral bo'yicha hisobot berishga asoslantiruvchi dalilni keltirish majburiyatidan ozod qilindinglar. Bugungi yig'ilishdan biz tadbirkorlar juda ham mamnunmiz. Tadbirkorlarda yuzaga kelayotgan asosiy masalalar bu yerda qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish masalalari, buxgalteriya sohasida yuzaga kelayotgan savollar, bundan tashqari P2P masalalari ham ko'tarildi va unga qo'mita rahbari o'rinbosari o'zlari javoblarni berib o'tdilar. Hozirgi kundagi soliq idoralarining pozitsiyasi keskin yaxshi tarafga o'zgaryapti, ishonch hosil qilyapti. Tadbirkorlarda ham yuqori turuvchi rahbariyat tomonidan bu masalalarni quyi tizimga tushib o'rganishayotganligi biz tadbirkorlarga juda ham asqotyapti va motivatsiya bo'lib kelmoqda. Qisqa xulosa qilsak, bu yig'ilishlar asosan biz tadbirkorlarni davlat xodimlari bilan hamnafas ishlashga va birgalikda ertaga qandaydir masala bo'lsa, tizimli biz bilamiz kimga murojaat qilish bo'yicha. Yig'ilishlar ko'p bo'lib tursa, tadbirkorlarda yuzaga kelayotgan muammolarni yechimlari va yetib bormayotgan yuqori tizimli takliflar yuzasidan ancha yangi ma'lumotlar bazasi paydo bo'ldi. minut o'tar-o'tmas maydan kerakli narsalarni bosib o'tdim, javob oldim, ko'tardi yo'da javob berishdi. Mana 26-27 yil o'quv yilidan boshlab marhamat farzandinglar olib kelinglar, oliy soliq maktabi ochildi.